Assalomu alaykum. Nimaga yo'qolib ketdingiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qanchadan beri yo'qsiz, ko'rinmay qo'ydingiz degan savollarga javob. Yodlaringda bo'lsa, bundan bir necha oy oldin ikkita mashhur blogerlar haqida bir rolik qo'yganman. Shu rolikni qo'yganimdan keyin 3 kundan keyin menga qo'ng'iroq bo'lgan. Aniqrog'i tahdid qo'ng'irog'i bo'lgan. Aka, shu videoyingizni olib tashlamasangiz, mendan xafa bo'lmaying deb. Men aslida u boladan qo'rqqanimdan olmaganman. O'sha paytlar eslaringda bo'lsa, Yevropaga chiqmoqchi bo'lib turgan paytim edi. Shu Yevropaga chiqib ketishimga shu muammo bo'lmasin endi. Shuni deb qolib ketib qolmay deb, men u videoyimni udalit qilmaganman, lekin qulflab qo'ygandim. Shu qulflab qo'ygan roligim nimadir bo'lganki, yo hayolda yo'q, nimani qaysidir bir boshqa rolikni ochaman deb o'sha rolikni ochib o'rganman, yo nimadir bo'lib qo'lim tegib ketganmi, xullas kalom telefon, xullas shu rolik ochilib ketib qolgan. Shu rolik ochilib ketib qolganda, qarangki, ochilib ketib 2 soatning ichida 6 million prosmotr bo'lib ketibdi. 2 soat ichida. Men bilmayman uni ochilib qolganini ham bilganim yo'q. Keyin ertasiga ikkala bloger kelishdi uyimga. Uyimga kelishib, har xil gap so'zlar bo'lgan, savol-javoblar bo'lgan. Meni xullas kalom u blogerlar bilan suhbatlarim telefonimga yozib olganman. Telefonimda yozib olingan. Ular kelgandan keyingi bo'lgan suhbatlar ham tasvirga olingan videolarim bor. Agar mana shu video mayli kamida bir 100 mingta like olsa, men sizlarga o'sha ikkala blogerni, ikkala mashhur blogerni asl yuzini ko'rsatib beraman. Agar obunachilarim soni misol mana endi 40 mingga chiqib oldim zo'rg'a, shu nimadir sabab bo'ldi, majbur bo'ldik shu kanalni profilni udalit qilishga. Endi hozir shu o'sha 40 ming va 50 ming obunachimni yig'ib olsam, shu videoni yana men qo'yaman. O'sha ikkita bloger haqida qilgan videoyimni qaytadan joylayman men. Hozir ham qo'ysam bo'ladi, lekin hozir bir 4 kishi, 5 kishi ko'rganda foydasi yo'q-da.